kafansiz ko'milganlar. Qatag'on davri dahshatlari, sho'rolar davrida vatan xoini, bosmachi va chet el josusi kabi tamg'a hamda uydirmalar bilan Sibir kabi manzillarga surgun qilingan yoki qatl etilgan Turkiston ziyolilari qismati haqida hikoya qiladi. Shukrullo ham Qatag'on yillarining ikkinchi to'lqinidan jabr ko'rgan va Sibirga badarg'a etilgan o'zbek ijodkorlaridan, sho'ro hukumati lagerlarida og'ir azob-uqubatlarni boshidan kechirgan jabrdiydalardan biri bo'lgan. Uning ushbu romani ana shu voqealarning badiiy ifodasidir. O'zbek xalqi Ikkinchi jahon urushida ham joni, ham moli bilan fidoyilik ko'rsatishiga qaramasdan 1950-yilga kelib uning bir qator ziyoli farzandlari davlat xoini, chet el josusi degan uydirmalar bilan qamoqqa olingani voqealari yoritiladi. Yozuvchining o'zi ham ana shunday tuhmatlarga uchragan ziyolilardan biri edi. Bu asar ozod Turkiston yo'lida qizillarning o'qlariga nishon bo'lgan kafansiz ko'milganlar Mahmudxo'ja Behbudiy, Cho'lpon, Abdulla Qodiriy, Usmon Nosir kabi mas'um va mazlum millionlarning aziz xotiralariga bag'ishlanadi. Kafansiz ko'milganlar 1951-yilda qamoqxonalar va sovet surgun lagerlaridagi azob-uqubatlarni ochib beradi. Shukrullo sovet rejimidan norozilikda islomiy g'oyalarni amalga oshirishda ayblangan. Boshidan o'tkazgan qiyinchiliklarini, to'g'rirog'i xo'rliklarini eslash insonni yana bir karra og'ir azobga ro'baro qiladi. Qatag'onlik davri tasviri, undan ham og'iri o'zining xalq dushmani deb ayblanishi haqida yozish, mahbusligini eslash, qamoq voqealari, lager hayoti, so'zsizlik, ularning haqqoniy tasviri Shukrulloning Kafansiz ko'milganlar asarida yaqqol ifodalangan. Asarning yana bir ahamiyatli jihati uning mazkur mavzudagi yagona asarligidadir. Ushbu xotira romanni o'qir ekan, o'quvchi Qatag'on davri haqida tirik lavhalarni namoyish etadi. Aziz kitobxon, ushbu asarni o'qib chiqishingizga tavsiya etib qolamiz.